Yog'ini ham suvarib itib kelamiz. Moli ko'p deb mehmon bo'lma nomardda. Keling aka. Jo'mard faqat Aka menga yarim kilo oshirroq 100 millik go'sht berasiz. Qop-qora qilib berasiz hozir. Yo'qsidagina qo'yasizlar ularni. mehmon bo'lma nomardda. Ashet yumshoq bo'ladi. Qisqasi qop-qora bo'lsin, yumshoq bo'lsin, maza qilib yeydigan qilib. Bering, torting 100 millik. Bo'ldi aka. Mana shu go'shtni suyay. Bo'ladi 1 kilo qilib beraman, chiroyli qilib. Aka meni yaxshilab ko'rib, tanib oldi. Menga unaqa suvarasiz kelamiz. Qachon kelsam, yog'siz qilib havoga go'shirib. Biznikilar uydagilar. Ovqatga suvar tushsa, yemaydi. Itga berib yuboramiz suvarni. Yog'ini ham suvarib itib kelamiz. Umuman yemaydi. Menga har safar faqat to'g'ri yushang. Tushundingizmi aka? Aka, ma'qulmi? Bo'laveradimi? Ma'qul. Ko'nglimga o'tirdi. Tanib oling yaxshi. Yana safar kelsam, suvar solib yurmayman menga. O'pishim. Hop, mana. Hop, yaxshi bor, rahmat. Menam bir ikki qo'limga tushib qolasan.